Maktablarda yozgi ta'til boshlanishi bilan bolalar oromgohlari yana gap jumlashadi. Minglab o'g'il-qizlar u yerda yangi do'stlar orttirib, turli mashg'ulotlarda ishtirok etadi. Shu bois bunday maskanlarda bolalarning xavfsiz va sog'lom dam olishini ta'minlash eng muhim vazifalardan sanaladi. Xo'sh, bugun oromgohlar belgilangan talablarga qay darajada javob bermoqda? Yong'in xavfsizligi, sanitariya me'yorlari va tibbiy xizmat qanday yo'lga qo'yilgan? Muxbirimiz Aydana Allambergenova mavzuni davom ettiradi. Yozgi ta'til boshlanishi bilan bolalar dam olish maskanlari yana gap jumlashmoqda. Ota-onalar farzandlarini oromgohlarga yuborar ekan, eng avvalo ularning xavfsizligi qay darajada ta'minlangani bilan qiziqadi. Nukus shahridagi mavjud bo'lgan bolalar dam olish maskanlari, ya'ni oromgohlar ikkita bo'lib, mazkur oromgohlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash, har qanday favqulodda holatlarning oldini olish maqsadida, shuningdek suv havzalarida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tegishli tartibda yo'riqnomalar o'tkazib borilmoqda. Darhaqiqat, bolalarning mazmunli hordiq chiqarish uchun yaratilgan sharoitlar qanchalik muhim bo'lsa, ularning hayoti va salomatligini muhofaza qilish masalasi ham shunchalik dolzarbdir. Avvalo, oromgoh hududi xavfsiz va nazorat ostida bo'lishi, binolar texnik talablarga mos holatda saqlanishi zarur. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda bolalarni tez va xavfsiz evakuatsiya qilish imkoniyati yaratilgan bo'lishi ahamiyatlidir. Жасөспірімдер ортасында теуілсіз халатларды алдын алу мақсатында, балалар ортасында қазіргі уақытта ұшырасып отырған құқық бұзарлық һәм жинаятшылықтардың алдын алу мақсатында жасөспірімдер менен har kuni profilaktik түсіндіру жұмыслары, іс-шаралар алып барылмақта. Bundan tashqari bolalarning salomatligini asrash maqsadida tibbiy xizmat yo'lga qo'yilgan bo'lishi, ovqatlanish jarayonida esa sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etilishi talab etiladi. Жазғы балалар демалу орындарында істеуші тәрбиешілер денсаулығы бойынша медициналық тибби көріктен өткізілген һәм балалардың істесу қабілетіне ие болған негелер жалпы етілу керек. Балалардың ауқатлануы тасиқланған меню тикарында алып барылады һәм де бұл жердегі күнлік менюға әмел етілген халда 5 mezgil ovqatlar shulkamlashtirilgan. Shu o'rinda biz Nukus shahridagi oromgohlarning birida dam olayotgan bolalar bilan ham suhbat qurdik. To'garaklar menga unadi, yaxshi ekan. Men o'zim аяқ ойыны Қарабақша танысқа қатынап жүріппен. Мен Кегелден келдім. Бассейн бармы? Бассейнде cho'milasizmi? Ава, бассейнде cho'milamiz. Yozgi oromgohlar shunchaki dam olish maskani emas, balki bolalar uchun katta hayot maktabi hamdir. Shu bois ularning nafaqat maroqli dam olishlari, balki sog'lig'i va xavfsizligiga ham alohida e'tibor qaratilishi zarur.